Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Asilbek. Bugun men bu piramidada men bu filizlarni o'ldirishga harakat qilamiz. Va o'shandan spawn deganni sindiramiz. Qani do'stlar, ketdik. Meni narsam qan hamaning. Bo'ldi do'stlar, tuzatildi hozir. Mana ularni kuchaytirib oldim. Men qo'ldagi narsalarni, qilich, so'tlarni shundan yaxshiroq deb o'yladim do'stlar. Men buni ham kuchaytirdim. Ko'ringizmi do'stlar, yaxshigina o'ldiradi. Va udari ham kuchliroq do'stlar. Hozirga o'shalarni o'ldiramiz. Menimcha bu 10 minutdan tashkil topadi-yu. Do'stlar, kamondan bir otishini ko'rdingizmi? Bitta o'qida o'ldiryapti. Bitta o'qida. O'qim ketgan yo'q hali. Buning ichidagilarni yo'q qilamiz. Do'stlar, ichidagilarni yo'q qilamiz. So'ng esa mana bularni sindiramiz. Do'stlar, birinchi navbatda sindirib olamiz. Sindirsak o'zimizni do'stlar, bunisiga yo'l qo'yishmayapti, ammo ancha hozir 15-levelgacha olib boramiz, keyin olib boramiz va sindirib yuboramiz. Bo'ldi, meniki shu. Mana bu yerdan bitta beklab yuborsak va bu hech nima qila olmaydi do'stlar, xavotir olmanglar. Ularni o'ldirish juda ham oson desam, men faqatgina bitta oltin olmadan foydalanaman, boshqa oltin olmadan foydalanaman do'stlar. Shuni ham bilib qo'ying. Men faqat bitta oltin olma, boshqa oltin olmaysiz. Bittasida. Qarang do'stlar, hozir bunisi ham o'ldiraman-da. Bular chiqishyapti. Hozir sabr qiling. Ularni hozir yutamiz. Men mana shuni 15-levelgacha qilaman. Keyin esa bo'ldi. 15-leveldan so'ng uni yo'q qilaman. Kando'sga yo'q qilaman. Bunda yana tabicha borligini ham esdan chiqarmaymiz do'stlar. Bunda tabicha borligi uchun eng zo'r shu. Tabicha bo'lmasa qolganlari bir tiyinga qimmat. Do'st bilan sizlarga lekin smitani umuman qo'ydirmang. Chunki otib borsa yomondir. Do'stlar, 14-levelga ham ozgina qoldi. Sabr qilsangiz. 14-level bo'ldi. Endi ikkinchi navbat. Men buni bo'ldi. Keyin men aniq sindiraman. Shu gapim. Do'stlar, bilyapsizmi? Ularning kuchi juda ham yo'q. Men shunchalar otib o'ldiryapman. Bunga qarang. Qarang, ikkita o'q. Yana ular juda ham ko'p tushadi. Chunki davicha degan o'g'lon bor. 53 ta, yana 7 ta to'p. 11 ta qoldi do'stlar. Yana ozgina so'ng biza yutamiz. Qani ketdi. Do'stlar, yana bitta narsa e'tibor bering. Bunda loading degani bor, keyin clone hal degani bor. Clone hal bu sizga qilishning kuchi va daraja olishgan sari uning kuchini yaxshilab boradi, mustahkamlab boradi. Shuni ham bilib qo'ying do'stlar. Do'stlar, bo'ldi menimcha. Shuni o'ldirayotgan do'stlar, agar ichidan tushmasa yana o'ldiramiz. Bo'ldi do'stlar, tushdi. Endi yo'q qilamiz. Do'stlar, mana shuni ham o'ldirib jonga tegib bordi. Tashqarida do'stlar shuningdek chiqaveramiz. Va bo'ldi do'stlar. Bu bilan nihoyat yetdi. Xo'sh do'stlar. Yana bitta men buni olamiz.
Xo'sh do'stlar, video oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyin bitta maslahat. Agar o'sha kanal hozir mana shu kanalni 50 ta like va 50 ta obuna qilsangiz, men sizga Minecraft qanday yuklab olish haqida o'rgataman. Buni tekin va osonligini ham ko'rsataman. Agar siz like va obuna bo'ling, keyin esa men sizga o'tiraman. Keyin esa meni shorts kanalim bor. O'shanga kirsangiz ham bo'ladi. Xayr.